Nemişqa o'riqlayman degan sir o'riqlayolmaysiz. Hatto ozroq o'riqlagandan keyin yana ig'irlik qaytadan o'rlab ketadi. Faqat oxiri chiqmadi bu ishdan keyin. Chunki o'riqlashga bo'lgan ba'zi bir tushunchalarimiz xato. Bugun muhim 3 nuqtani so'zlab beraman. 3-nuqta balkim sizning o'riqlayolmasligingizga birdan bir sabab bo'lishi mumkin. Bir tal yurakni berib o'tib, savrchanlik bilan oxirini ko'rib chiqing. Birinchisi, o'riqlaydim deb kechki tomoqni yemaslik. Kechki tomoqni yemadingiz degan gap, uxlashdan burun cho'qim qo'sqingiz haddidan ziyoda ichib ketadi. Ash qo'saq holatda uxlab qoldingizmi, kecha uyqungiz yaxshi bo'lmaydi. Uyqu yaxshi bo'lgandan keyin ertasi bir kundan keyin metabolizm ahvolingiz, ya'ni sirtqa chiqarayotgan energiyangizni oz bo'ladi. U sirtqa bir narsani chiqaramasangiz qanday o'riqlaysiz? Bu pul topmay turib jiqpul xash degan bor, deyishim amaliyotga uyg'un emas-ku. Mushunga o'xshaydi. Uningsa kechki tomoqni yemay qancha vaqt chiday olasiz? Bu butun to'y-to'kun, so'rin, yig'ilishlar kechda tursa, amman bir kun yana kechda jiqnay sevilib samirib ketasiz. Kechda yang, uxlashdan 3-4 soat burun muvofiq miqdorda yesangiz bo'ladi. Unda o'zingizni qiynab etmang. Ikkinchisi, mahsulot qil tayinib turib issiqlik kaloriyasi to'van ekan, sog'lom mahsulot ekan, o'riqlashga foydasi bor ekansa, butun diqqatingizni shuning markazlashtirib oldingiz, men yeyotgan 3 vaqt tomoqni tangshimidingiz. Ba'zida tomoq bilan kari yo'q, shuni yeydi, bekrak samirib ketadi. Ba'zida tomoqning o'rniga shu mahsulotni almashtirdi, beshidagi necha kun ig'irlik vahshiy tushdi, keyingi bo'lgan yana o'rlab ketadi. Siz mush tomoqlarni turga ayirib, bir kunda qanchalik miqdor tomoq yeydiganligingizni aniq qilib olsangiz, mahsulotga qanchalik jiq pul xarjlasangiz u bekajimi? Bu mahsulot degan narsa yaqinqi necha yildan borliq keldi xolos. Ammo odamlar o'riqlayotgan xil uzun yillar bo'lib qoldi. Uchinchisi, o'riqlaydim deb asos ashliqma karbonat turli yemeklar yemaslik. Ya'ni un, guruch degan shu asos ashlarni yemay turilish. Bu amaliyotga uyg'unmamış yemaslik o'ylab beqma. Bu asos ashliq karbonat degan bizning miyamizningki asosliq energiya manbasi. Asos ashliq yemaydigan odamningki xushallik tuyg'usi to'van bo'lib ketadi. Siz yeydigan narsadan azroq xushallik topamsangiz, qanchalik vaqt bardosh bera olasiz? Nemishqa boshqalar yoki siz bo'sh, ya'ni haddidan ziyoda tomoqni yeydigan bo'lib ketadi. Chunki xushallik tuyg'usi tugab ketdi, men o'riqlayman deb tuvallab ketdi. Voy o'lib ketadigan jonga bo'ldi qila deb, burun 1 kishilik tomoq yeb to'ydigan odam hozir 3 kishilik, 4 kishilik narsani tas og'ziga potirib yevirdigan bo'lib ketadi. Shu xushallik tuyg'uning yo'qligidan. Asos ashliqni yeymiz. Faqat har bir vaqt tomoqda qanchalik miqdorda yeydiganni o'rganib olsangizdan bo'ldi. O'zingizning ig'irligi bo'yigiziga hisoblab chiqamiz buni. O'lcharlab turib yesangiz bo'ladi, uni yemaymi qo'ymang, haddidan ziyoda jiqim yeyolmang. Bizning o'rip-otimizga tomoqlar asosiyatdan asos ochiq tursa, biz shuni yeb ko'nib qolgan tursak, qachongacha bardosh bera olasiz deb beqma, non yemay chiday olamsiz siz. Yang muvofiq miqdorda yeyishni o'rganing. O'riqlash degan uzun so'zilgan bir musobaqa. Siz qisqa vaqtning ichida tez suratda bitirib olaychi dedingizmi, bu ishning hargiz oxiri chiqmaydi. Kimga jang e'lon qilsangiz qiling, o'zingizning badaniga jang e'lon qilmang. Aman tutirib qo'ysiz. Bulamda diqqatni xatoga markazlashtirib olmaylik. G'ayrat qiling, bir ilmiy usulda o'riqlayilchi.